Assalamu hörmetli qarindoshlar. Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken Amerika O'rta Osiyo davlatlarining mustaqilligini, shundaqla rayonning gullanishi va bexatarligini ilgari surish tirishchanligini kuchli qo'llaydi dedi. Xitoy virusni bahona qilib karantinaga olgan Uyg'urlardan bir kunda 22 nafari hayotidan ayrilgan. Tadqiqotchilar Uyg'urlarni nishon qilgan uzun yillik ko'chma josuslik yumshoq detallarini bayqadi. Tunda tafsiliy mazmunlarini diqqatingizga sunamiz. Qirg'iziston, Qozog'iston, O'zbekiston, Turkmaniston, Tojikiston qatorliq 5 davlatlarmi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy yig'iniga qatnashgan bo'lib, Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken 22 sentabr kuni Twitter hisobida O'rta Osiyodagi 5 davlatning Amerikaga qo'shilib Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy yig'iniga qatnashganligi yaxshi bo'ldi. Bugun yana bir qatam ta'kidlaganimdek, Amerika O'rta Osiyo davlatlarining mustaqilligini, shundaqla rayonning gullanishi va bexatarligini ilgari surish tirishchanligini kuchli qo'llaydi dedi. Sharq Turkiston Surgundi hukumati buningga inkos qaytarib, Sharq Turkistonmi O'rta Osiyo davlati, biz erkin dunyoning Sharq Turkistonni ishg'ol qilgan davlat deb e'tirof qilishini va Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish, shundaqla Xitoyning davom qilayotgan mustamlika, irqiy qirg'inchilik va ishg'oliyat harakatini oxirlashtirish tirishchanligini qo'llashni qayta talab qilamiz dedi. Xitoy virusni bahona qilib karantinaga olgan Uyg'urlardan bir kunda 22 nafari hayotidan ayrilgan. Xitoyning nol korona tadbirlari ostida karantinada uyiga sulangan Uyg'urlarning yordam istaklari ijtimoiy axborotda keng turda yayilgan bo'lib, Erkin Osiyo radiosining 21 sentabrdagi xabariga qaraganda, Erkin Osiyo radiosining G'uljidagi saqchi va yashangan oila a'zolari bilan olib borgan telefon ziyoratidan keyin Sharq Turkistonning G'ulji shahrida bir kunning ichida 22 nafar kishi ochliq tibbiy yordamga erisholmaslik sababidan hayotidan ayrilganligi aniqlangan. G'ulja taxminan 1,5 millionga yaqin Uyg'ur va boshqa turk musulmon nufusiga ega shahar. Oldingi hafta G'uljidagi bir yezidan 600 nafardan ortiq yosh Uyg'urlar ochliqqa qarshi ko'cha namoyishi o'tkazgandan keyin saqchilar tarafidan qo'lga olingan. Oldingi hafta payshanba kuni bu shaharda qanchalik kishining ochliqdan o'lib ketganligi so'ralganda, G'ulji shaharlik hukumat Erkin Osiyo radiosiga 20 nafar deb javob bergan. Ammo shaharning narida o'lganligini aytmagan. G'ulji shaharlik jiddiy ahvolga taqobil turish punktidan yana bir amaldor 22 odamning qazo qilganligini aytgan. Shahardagi Uyg'urlar yana ularning turalg'i boshqarish ishxonalarining rayon sirtidan iona qilingan yemeklarni yetkazish uchun haddidan ziyoda haq olayotganligidan shikoyat qilgan. Doyinda ham bayirlangan sunga qaraganda 15 sentabr qazo qilganlarning biri G'uljidagi Kepak yuzi yezisining yezi boshlig'i Xalmurat Umarjon ekan. Xalmurat Umarjonning tulqagan ayoli Hurriyat Bakirning ijtimoiy aloqa to'ridagi so'ziga qaraganda, uning yordam talab qilib qilgan telefoniga hech kim javob bermagan. Yo'ldoshi 7 kun karantin qilingandan keyin yashash imkonsiz bo'lgan suv tok yo'q bir karantina o'rniga yo'tkalgan. Och qo'yilgan va jon uzgan. Xalmuratning dadasi maktab mudiri Umarjon ekan. Bu sin Uyg'ur tilida har qanday xabar yozilgan grafik. Ümidsizlik ifodalangan sinlarning axborot vositalarida bo'libmi, ayrim xonlarda ham baholanishi cheklangan ahvol ostidami axborotda tarqalgan. 9 ayning 18 kuni Turkiyada yashaydigan Uyg'ur musofir Abdukim Abdumit G'ulji shahrining Bahor ko'chasida o'tirishliq 73 yoshlik dadasi Tudaxun Abdulning 15-chizla G'uljida ochliqdan qazo qilgandan keyin dafn qilinganligi xabarini topshirib olgan. Tudaxun Abdul 2017-yildan 2019-yilgacha lagerda 2 yil tutib turilgan ekan. Xitoy hukumatining virusni bahona qilib, Uyg'urlarni uylarida ochliq va kasallik bilan o'limga ittirayotgan echinishlik vaziyatiga xalqaroning diqqatini tortishni maqsad qilib, Amerika Oqsaroyning oldida Tursunoy Ziyovuddin, Zumrat Davud, Gulzira Ovulqon qizi qatorliq lager shohidlari bir qism faoliyatchilar o'tkazgan ochliq e'lon qilish faoliyati 19 sentabr kuni boshlangan bo'lib, 21 sentabr kuni Avom palata a'zosi Christopher Simis va Amerikaning sobiq Birlashgan Davlatlar Tashkilotida turishliq ma'mur elchisi Kelly Corey xonim alayida yo'qladi. Christopher Simis apandi so'z qilib, lager shohidlari va faoliyatchilarning Amerika hukumatidan kutgan talablariga asosan bu haftaning oxirigacha bir qarornoma yozib, Amerika hukumatiga sunadiganligini bildirib, biz sizlar uchun kuchlik bo'lamiz. Ochliqning qanchalik qiyin ekanligini tasavvur qila olmayman. Biz hukumatga qarornoma sunamiz. Qarornomada hukumatimizni mashal bachalik e'lon qilgan dokladga asosan
Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengişining rayonda tekshirish elib berishini talab qilishga chaqiramiz. Bütün dünya sizlarning atrofingizga keng ko'lamli qirg'inchilikqa uchrayotgan xalqning atrofiga to'planish kerak dedi. Bosh ministerimiz Salih Xudoyer va boshqa faoliyatchilar maydonda edi. Tadqiqotchilar Uyg'urlarni nishon qilgan uzun yillik ko'chma josuslik yumshoq detallarni bayqadi. Tor bexatarligi tadqiqotchilarining payshanba kuni oshkorlashicha 2015 yildan buyon davomlashib kelayotgan uzun muddatlik josuslik harakatining bir qismi sifatida Uyg'ur jamoatini nishon qilgan ko'chma nazorat qilish harakatining yangi to'lqini bayqalgan. 2016 yili 1-oyda tunji qitim Skype Mimik ismli tahdid nishoniga qartilgan ruxsatsiz qilingan hujumda kitob, rasm, Qur'onning ovozli nusxasi shaklida yoshirilgan Android ziyondosh detallarining 20 xil o'xshamagan nusxasi bor deyilgan. Ziyandash detallar texnikalik nuqtadan bir qadar murakkab bo'lsa-mu, viruslik uskunadan sezgir sonliq ma'lumotlarni o'g'irlaydi. Ziyonkashlikka uchrag'uchiga vakolatan qisqa uchur yo'llaydi, telefon qiladi va ularning o'rnini izqo'qlab topadi. Kelgan va chiqqan telefonlarni shundaqla atrofdagi ovozlarni xotirlashga yo'l qo'ydi. Isroiliya tor bexatarlik shirkati Checkpoint Mobile Order degan temadagi texnikalik tadqiqotida ularning hammasi uni kuchli va xatarli kuzatish quroliga aylantirdi dedi. Checkpoint'ning aytishicha 2015 yildan 2022 yilgacha Mobile Order'ning asarlarini kuzatgan. Hujum qilish faoliyati ma'sum ziyonkashlikka uchrag'uvchilarni qarmoqqa o'rnak hujjatlar, suratlar va ovozli hujjatlik ziyonli programmalarni qo'llanishga yetaklashdek ijtimoiy injenerlik taktikalarni qo'llangan. Bu applar 2014 yili aprildagi hujumda Xitoyning ishlab chiqarish qurilish atritining qurolliq bostirishiga aloqador rasm va urush ko'rinishlarini o'z ichiga olgan PDF yamchikini o'z ichiga oladi. Aldamchi appni echish o'z navbatida nishonni orqa ko'rinishdagi yomon g'arazli harakatlarga diqqat qilishdan yiroqlashtirish uchun loyihalangan aldamchilik hujjatini yo'lga qo'ydi. Tadqiqotchilarning aytishicha, ba'zi nashrlar yomon g'arazli yumshoq detalning uskuniga to'liq erishishini kafolatlantirib qolmay, ziyonkashlikka uchrag'uchining appni osonla o'chirib etishining oldini oladigan uskuna boshqaruvchi va yiltiz erishimini talab qiladi. O'tgan 7 yilda bu hujumlarning qaysisining muvaffaqiyatli bo'lganligi aniq bo'lmasa-mu, ammo yomon g'arazli yumshoq detal avtorlarining josuslik yumshoq detallarini davomli tarqatishi bu bir qism tirishchanliklarning natijaga erishganligini ko'rsatib berdi. Checkpoint, ya'ni tekshirish nuqtasi, faoliyatining izchilligi, yomon g'arazli yumshoq detalning tadrijiy taraqqiy qilishi va konkret nupusni nishonlashga izchil ko'ngil bo'lish bu guruhning ko'p yillardan buyongi harakatining ma'lum darajada muvaffaqiyatli bo'lganligini ko'rsatib berdi dedi. Tarix qahramonlarni emas, la'natga loyiqlarni xotirlaydi. Shuni eslatish hojatki, zuvulisini kichik o'ylab qadam oladiganlar qo'ng'izdek timsiqlashni parvoz chog'laydi. Zuvilisining qaysi ajdod va qaysi shonliq millatdan kelganligini bilganlar mengayotgan yo'lining vaznini biladi va shunqor misoli parvoz qilish, ko'kning arkisi bo'lishning tabiiy haqqi ekanligini tunib yetadi va badali nim bo'lishidan qat'iy nazar bo'g'ilgan qanotining kishanlarini pochaqlab, hurlik uchun kurash qiladi. Asli bo'g'ayki, kutilayotgani bir kuchcha chapdaslik, shunqorcha parvozdir. Qo'ng'izcha timsiqlash, toshpoqcha ig'inish emas, harom tamoqliq texmi emas. Burhan Muhammadning yozmalaridan elindi. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.